Okajon, hormat, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi Yaxshi keldingiz? do'stlar, rahmat. Okajon, murojaatingiz bo'yicha kelyapmiz, mana instrumentlarimizni ishlating deb. Xudo xolisa endi bitta dazmolimiz bilan drelimizni ishlatib ko'rasiz. Instrumentimiz haqida keyin sizga savollarimni beraman. Javob bersangiz yaxshi bo'ladi. Bo'ldi, kelishdik. Bo'lmasa nima qilamiz, okajon? Boshladikmi? Boshlab ketdik. Professional usta akalarimiz bizga murojaat qilib chaqirishdi. Hozir bizning instrumentlarimizni ishlatib, o'z fikrligini bildirishadi. Okajon, mana ikkita instrumentimizni ishlatib ko'rdingiz. Instrumentimizning sifati haqida fikringiz qanaqa? Okajon, instrumentlarning kelosini ham ishlatib ko'rdik. Sifati a'lo, drelni ham ishlatdik, paykasini ham ishlatdik. Sifatiga gap yo'q. Menga yoqdi, zo'r. Boshqa usta akalarimizga mana shu instrumentimizni tavsiya qilgan bo'larmisiz? Narxi bo'yicha fikringiz qanaqa? Boshqa usta akalarga ham bu instrumentlarni tavsiya qilgan bo'lardim. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi hamyonbop. Usta akalarim, agarda siz ham Tex kompaniyasini professional instrumentlarini bepul tekshirib ko'rmoqchi bo'lsangiz, direktga murojaat qiling.